Hammaga assalomu alaykum. O'zimning qadrdonlarim, hoji akalarim, hoji tog'alarim. Bugun sizlar bilan har doimdek elga, yurtga foydasi tegadigan videoda ko'rish turibman. Do'stlar, videoni sirrazi boshlayman. Dilshod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Akam bilan bugun sizlarga zo'r video ko'rsatishga bel bog'laganmiz. Hammalarga foydali bo'ladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol bitta dasturxon atrofida ko'rsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, qaranglar, mana shu turpoqda ham bir palon pulga akamiz vaqtida to'ktirgan. O'zini uyi hozirgacha bir 2,5-3 metr bo'lmasa undan ham balandroq chiqadi. Tomga loy bostirmoqchi bo'lgan. Qarasa do'stlar, qarindosh urug'da yokida hashar qilib yomon ko'rinib to'planish kerak. Yokida odam solib kuniga 200 ming so'mdan odam ishlatib tomga lombos qilish kerak, loy bosish kerak do'stlar. O'ylab qaraganki, internetga kirgan do'stlar, O'zbekistonimizda katta yangilik. Endi siz ham shu akamizga o'xshab qiynalmasligingiz uchun hozir Dilshod akam shaxsan o'zlari tushuntirib beradi. Tomga lombos bosishni yangi usuli. Kakraz ishni ustiga kelganmiz. Dilshod aka, nima o'zi bu aka, bir so'raganlarga? Bu endi so'raganlarga buni tarkibida sement, suv, pena, hop, fibra qo'shiladi. Shu bilan pena bilan fibra mustahkamlangan o'sha bilan sement tolalarni ushlab berishga, pena yengil bo'lib, ishirib issiq, sovuqni o'tkazmaslikka. Tushunarli. O'zi tarkibi endi qum bilan sement. Hozirgi kunda bu yerimiz necha kvadrat metr bor primerni? Primerni 200 dan oshiqroq. 200 dan oshiqroq. Akalarimiz qachon ishga tushdi? Bugun ertalab tushdi. Bugun ertalab, nimasi izasparni kecha nima qilingan? Bugun tushdi, hozir bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda yaxshilab joylashib olsanglar, videoni oxirigacha to'liq ma'lumot beramiz. Bu juda ham foydali sizlarga. Tomga ham kerak bo'lsa chiqamiz. Mana soatimiz millari hozirga bir 6 bo'layotgan bo'lsa, akalarimiz ertaman boshlagan 200 kvadratni mencha tugatay deb qolgandir aka. Ko'ramiz, o'z ko'zlar bilan ko'rasiz. Eng asosiysi narxlari ham aytib penasini ham ko'rib qo'ydi, mana penasini ham ko'ringlar mana. Mana pena otyapti mana. Mana do'stlar. Ash pena bo'ladi. Hali ishirib orasida havo bo'lib, sovuq issiqni o'tkazmaydi-da bu. Qadrdonlar. Gap yo'q. Hozir bu yerda polni hammasi aralashyapti, to'g'rimi? Aralashyapti. Aralashmay reaksiyaga kirib tomga chiqadi. Tomga chiqadi. Endi yana bitta eng ko'p beriladigan savol. O'zidan qolar gap yo'q. Hozir to'sin, aka, undan tashqari xorlar ancha qimmatlab ketgan. Loyni bossak, loy anchagina og'ir. Kimlardir uyini tashlab yuborganlar bor oramizda, loyni qalin bosib qo'yib. Bu narsani aka og'irligi haqida ma'lumot bersiz. Buni og'irligi bu nimadan, loydan 4 barobar yengil bo'ladi. Bu hali penada, endi pena o'shanga o'xshash bir yengil. Endi yana yaxshi bitta tomoni shuki, bunda tomdali qamish bosib, nima qilganingizda o'rgamchik, ilon, chiqon nima bo'ladi. Bunda unaqa bo'lmaydi. Endi keyin bunda hali havoni yaxshi nima qilgan, uy isishi ham yaxshi bo'ladi-da. Hali havo tepaga chiqib ketmaydi-da bu. Hali g'ib nima narsa-ku bu. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, isishi ham yaxshi bo'ladi bunda. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Kak do'stlar, utuplitir bo'ladi. Utuplitirda endi hozir penalarda ham utuplit qilyapti. Hali penali uyga kirsangiz, unaqa sovuq bo'lmaydi-ku. Hali piltali uylarda ham hali havo chiqib ketmaslikligi uchun barinsalarga borsangiz, nomiga batareykasi ilmiliq bo'lsa ham chiqib ketmaydi sovuq. Xuddi o'shanaqa bo'ladida bunda. Bu ish bilan qanchadan beri shug'ullanyapsiz? Bunda endi yaqinda boshladik. Drabilka yasaymiz, bu apparatda yasaydik. Endi o'zimiz ham quyishni boshlayapmiz endi. Lekin bu narsani Rossiyada yurganlar menimcha yaxshi bilsa kerak, to'g'rimi aka? Do'stlar, bir qator oxirigacha ko'raverasizlar. Murojaat qilish uchun xuddi shunaqangi ishlarimizni sizlarga taklif qilamiz. Nomerlarni pastda qoldirganmiz. Telefon qilaverasizlar. Asosiysi ham vaqtdan, ham naqddan yutasizlar do'stlar. Bu yog'ini o'zlari hisob chiqib qo'yinglar. Hop, tepaga hozir chiqishning imkoni bormi aka? Bor. Ketaverdik. Press opki 40 loyga aralashtir. Bunaqa narsa yo'q akalar bunda. Shunday kelasizlar, qasratib qo'yib ketaverasizlar. Qadrdonlar, tom tepasiga chiqib oldik. Usta akamizni endi suhbatga tutamiz. Usta, bu ishimizni hozir soat nechida boshladik bugun o'zida? Bugun o'zida 8 da boshladik. Xo'p, 8 da boshladik. Abitgacha izasman qoqdik. Izasman qoqib, keyin abitdan keyin o'sha 2 larda quyishni boshladik. Izasman endi mana bu yog'ochlar, to'g'rimi? Yo'q, mana lata. Mana latasi. Mana havo suradi, oqabaqa o'tadi-da bunda. Havo o'tkazadigan izasman deyiladi. Xo'p, o'shani loy tagiga yayib chiqamiz vassani ustiga. Xudo xolasa bu yerda hozir necha soatlik ishlar qoldi maksimum? Maksimum 1 soatlik ishimiz qoldi. 1 soatda tugadi, to'g'rimi?
Shunda do'stlar 1 soatda tugasa, где-то bir borma 8 deylik, 8 da boshlab, qadrdonlar 8 gacha necha kvadrat joy bu yer? 150. 150 kvadrat joy do'stlar bitib akalarimiz chiqib ketyapti. Ana endi sizlarga savol. Mana qadimda ham, sizlar ham, biz ham bir 5 yil, 6 yil avval ham tomga loy bostirganmiz hamma akalar. Imенно shunaqa joy qancha muddatda bitkazib chiqib ketgan, albatta kommentariyada yozib qo'yinglar qadrdonlar. Shuning uchun yana qaytaryapman, ham naqdlardan, ham vaqtlardan yutasizlar, zakaz qilaverasizlar. To'g'rimi Dilshod aka? Xo'p, bitta ko'rsataylik endi u yoqni Dilshod aka. Nima bo'lyapti? Tomonlarini men quyilib qo'ygan. Necha santimetrlik endi Dilshod aka narigi tayyor tomon. Endi eng nimasi 5, chuqur joyi endi mana WhatsAppdan ko'ring, mana chuqur balandpasi 10 dan 5 gacha bo'ladi-da, do'ng joyi 5. Al chuqur joylari 10 santimetrgacha bo'ladi-da. Endi u yana zakazga kimdir yana dabavishni qalinroq qilamiz desa, pulini kelishilsa, qo'yib qalinroq, misol uchun 10 santimetrlik, 12 santimetrlik kelishilaveradi unisi. Xo'p. Mana do'stlar ko'raverasizlar. Hozirgi kunda narxi qancha bo'lyapti endi aka? Hozir shu 5 dan 8 deyilyapti, 10 santimetrgacha bo'lib ketyapti. O'shalar 45 ming bo'lyapti. Mana zaspani, sementi hamma yo'g'i bizdan. Suv bilan to'k berilsa bo'ldi. Suv bilan to'k berilsa bo'ldi. Gap yo'q. Xo'p, endi bunga ko'pchilik aytadi, garantiyalari qanaqa? Masalan, odam chiqib yursa, sinib ketmaydimi, sichqon kalamush, push cho'qimaydimi deganlar keladi. Endi buni sichqon kalamush umuman nima qila olmaydi. Nima desa, buning ichida fibrasi bor. Yana keyin sement bilan qum xolosda bu. Xo'p. Endi yana bitta nimasi, endi buni vassalarga ham bog'liqda, endi bu sement bilan qum. Endi mana o'ta yubka nimjon qilib qo'ysa, bunday qimillaganda yorilishi mumkin. Nimasida bo'lmasa, buni qalinroq qo'ysa, bu umuman sinmaydi. Bu betonda, beton. Kak beton, ana gipsobloklar qurilyapti, xuddi o'shaning mahsulotida endi bu ham. Gap yo'q. Bu qattiq bo'lib, umuman hali nimalarda, reklamalarda kuvaldida urab ishlama bo'lmayapti-yu, xuddi o'shanaqa. Ya'ni o'ta vassasi nimjon bo'lsa, hali ezilib ketadigan joy bo'lib, bir tomonda ortiqcha bo'lib, bitta joyi qattiq bo'lib qolsa, o'shanda sinishi mumkin, bo'lmasa ham sinmaydi. Tushunarli. Yorilmaydi. Endi hamma yo'qni cho'tki qilib, buni molxonani ustiga ham bemalol bosib bo'ladi. Qalinroq qilib, vassasini normalniy qilib qo'yilsa, bu zakon turadi, beton, tomdali, piltali uylarga qilsa bo'ladi, molxonalarga, uylarga, loyni tomdagi loy bosilgan bo'ladi, ba'zilar yubka qilib hali yorilib nima bo'lib ketgan bo'ladi, ichlariga sinib ketgan, o'shani ustiga quydirilsa bo'ladi, o'sha issiq sovuqni, o'sha ham zakon o'sha yerda havo issiq tepaga yuradi-ku, o'sha issiqni to'sib qoladi. Tushunarli. Yana bitta bu narsani eng plyus tomonlaridan biri, qadrdonlar, mana ko'pchilik hozir 2 etajli binolarga o'tib ketyapti. Kimdir o'quv markazi qilyapti, yana kimdir garaj qilyapti, yana kimdir magazin qilyapti. O'ylab ko'ring, 2 etajimiz kamida bir 6 metr, 7 metr bo'lmasa 8 metrgacha bo'ladigan taqdirda loyni paqirda ko'tarib chiqqandan do'stlar, bu narsani mana maxsus shlanglar bilan bemalol kuch bilan olib chiqadi. Anchagina ana vaqtdan ham yutiladi, ham jismoniy mehnatdan ham ancha do'stlar yengil, bunday hisoblasanglar. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Va yana bitta narsa, imенно shu mahsulotdan tomiga bostirganlar bo'lsa, Dilshod akani taniydiganlar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Chunki sizlarning fikringlar hammamiz uchun muhim va bu videoni samolyotda bosib jo'natib qo'yinglar. Xo'p, o'sha hozir loyimiz shunda tayyor bo'lyaptimi usta? Hozir endi bir qator chala qo'yildi. Hozir ustiga yana qo'yiladi hozirgina. O'sha video davomida do'stlar hisobiga qarab, hozir video loy tayyorlanyapti, hozir loy tugab qoldi. Hozir maqsad qo'yiladi yana. Bitta ko'rsat. Hozir to'xtating, ya'ni tekizlab olsin-da, endi nima bo'ladi. Ana endi olavering. Xo'p, akalarim bitta ko'ringlar o'zlari. Mana shunaqangi holatda chiroyli qilib birinchi sep olinadi, keyin orqasidan tekizlanadi. Ya'niki hamma razmerni bir-biriga to'g'rilagan holatda. To'g'rimi Dilshod aka? Shunaqa bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Oho. Buni qurishiga qancha vaqt ketadi endi Dilshod aka? Endi ob-havoga qarab 2 kun, 3 kunda quriydi. 2 kun, 3 kunda quriydi, to'g'rimi? Endi bir kunda ham quriydi, baribir yaxshiroq qurib olish kerak-da. Endi sement bilan nima qumda, endi mana bunday ko'rsangiz tashqarini qurganiga qarab. Endi baribir qalinroq nima qilib olingan yaxshi, yaxshiroq qurib olgan yaxshi. Imkon qadar endi maslahat beramiz vatandoshlarga qalinroq qilib bosishni, to'g'rimi? Qalinroq bossa, endi issiq sovuq yana ham kuchliroq ushlaydi. Shu ham o'z yubkasi ham o lombozdan, loydan ko'ra 10 barobar yaxshi. Endi bu ham haligi zamon, endi hali yangiliklar kiryapti-yu. Endi hozir hammaning fikri har xil bo'ladi. Misol uchun bu loy bosgandan ancha arzon tushadi.
mehnati ham, sifati ham har tomonlama bu xudo xolasa ulardan ancha yaxshida. Endi hozir zamon ilgarilab ketyapti-yu, hamma texnika rivojlanib ketyapti. To'g'ri aytyapsiz. O'zi mana bunday hisoblasangiz, bunga kardon olinadi. Kardon kamida mana shuncha joy 150 kvadrat joyga kamida 2 million, 3 millionlik kardon olasiz. Qamish olasiz 1 millionlik. Loy, turpoq olasiz 1 millionlik, somon olasiz 500 minglik. Uni yana 35 mingdan keyin shuvatasiz. 2 barobar u qimmat tushib ketadi. To'g'ri. Odam uni qalin qilib bosganda ham u loy bosgandan arzon tushadi. Men hisob kitob qilib ko'rganman-da buni. Endi hali odamlar nimasini ishlatib nima qilishiga. Loydan teng baravariga arzon tushsa kerak lekin. Ha, bu ancha arzon tushadi bu. Ha, do'stlar, kommentariyada fikringizni qoldirib qo'yinglar. Nomerlar pastda. Endi 12 ta viloyatga narxlarimiz bir xilmi yoki farq qilamiz? Yo'q, vodiy bo'yicha 45 ming. Vohaga, vodiydan tashqari joyga endi kelishiladi-da endi. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Lekin obyomi katta bo'lsa, pulini imkon qadar tushirib beramiz. Tushirib berasiz. Ha, obyomiga qarabda endi bu ham. Gap yo'q. Obyomiga qarab nima qilinadi. Mana do'stlar, bitta ko'rib o'zingizlar bahosini beringlar. Videomizga klass bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, qadrdonlar. Gap yo'q. Mana ko'ryapsizmi, hozir bir pasda shuncha joy bo'lib qoldi. Ha, shuni aytaman. Bu gap bo'lishi mumkin. Texnikani nimasida bu ham. Do'stlar, uy egasini atay suhbatga tutdim. Sababi o'zlaridan qolar gap yo'q. O'zi gapirmasa ishonish qiyin bo'ladi. Lekin o'zini ko'rsatmadim. Akam ko'rsatmay qo'ring dedi iltimosga binoan. Shuning uchun hozir bitta savol beraman akamga. Azbek aka, avvalo endi uylar qulluq bo'lsin aka. Ko'rib turgan akalarimiz hammasiga nasib qilsin siz qatori. Nima uchun iminni aka loy qildirmasdan bu akalarimiz xizmatga chaqirdingiz? Endi loy qildirmasdan chaqirishimiz sababi ancha yengil bo'lar ekan birinchidan. Birinchidan yengil, aha. Ikkinchidan har tomonlama qulaylik tarafi ko'p ekan. Hop. Chiqon nimalardan boshqa yengillik tarafi ham ko'p ekan. Aha. O'sha sababga ko'ra shuni tanladim men. Undan tashqari o'zlariga ham tavsiya qilaman. O'zidan qolar gap yo'q, hamma narsa borib pulga qadaladi aka. Pulidan gapiring. Loy bilan taqqoslaganda qanaqa farq qilyapti bu? Hozir bu penabetonni bitirishim nimasi rasxoti 150 kvadrat, 145 ham deylik, o'shanga hozir 6 million pul ketyapti. Endi somon loy qildiraman desam, qamish u rasxotlari 10 ga borib qo'lyapti. 10 million. Demak, siz 4 million arzoniga bityapsiz. 4 million arzoniga bityapsiz. Eng asosiysi ham vaqtdan yutyapsiz, ham naqddan yutyapsiz. Ko'rib turganlaringdek, sizlarga imkon qadar qo'ldan kelgancha ma'lumot berdik. Bu ishimizni 1 soatdan 2 soatdan video qilsak bo'lardi, lekin vaqt sizlar uchun ham biz uchun ham juda qadrli. Shuning uchun qisqa lo'nda asosiyisini narxiga qaratdik, do'stlar, xizmatlariga qaratdik. To'liq ma'lumot nomerlar pastda qoldirilgan. Dilshod aka, narxlarini chiroyli qilib berasiz. Ha, xudo xolasa. Ali Yusufxonda Mahmudjon kanaliga boshlik qilib berasiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Albatta bu videoga klass bosib qo'yamiz, yaqin do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Yangilikdan foydalanib qo'yinglar do'stlar. Bo'ldi, endi loyni davri o'tdi, o'rniga aka mana shunaqangi yangicha lo'mbozlarni taklif qilamiz. O'zlari ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, yaxshi kunda xizmatinglardamiz. Bosinglar.